Navoiy akalar, assalomu alaykum. Tandirimiz tayyor bo'ldi. Mana gradislari qizigan holati. Nech chiqyapti aka? 227. Yaxshi gradus, yaxshi. Nollarimizni olib keldik. Hozir yopib, chiroyli qilib tandirni sinovdan o'tkazamiz. Nonni yopishni boshladik. Bittasiga tutalmay qolibdi-da. Mana gradislari qo'yilgan, gradusga kelganda o'zi o'chadi, o'zi yonadi. Hozir ikkalasi ham tepa ham past ham yonib turibdi. Mana vaqtiga qo'yib qo'ydik, 14 minutga qo'yilgan. Hozir tepasi o'chiqmi shunda? Tagi yoniq, tepasi o'chik. Yo'q, tagi ham o'chiq hozir. 270 dan 1 gradus pastlasa, Yonadi. keyin yonadi. Hozir yopganda ikkalasi ham yoniq turaveradi hozir. Yo padyom olguncha bittasini o'chirib qo'yish kerak. O'chirib qo'yasiz o'zi, o'chib turadi. Past gradusdan pastlasa o'zi qo'shaveradi. Aha. Tepani bir 7 minut non holatiga qarab, 6 minut, 7 minut, 8 minut shu atrofida keyin yoqib qo'yasiz. Padyom berib olguncha 6-7 minutdan keyin yoqib qo'yiladi. Mana 6 minut bo'ldi. Bitta och ko'rib olyapmiz padyomlarni. Padyom berishlari xohlasa zo'r. Ichkarlari ham zo'r mana. Zo'r padyom berdi. Dasturga qo'yiladi. Betini qo'shib qo'yamizmi keyin? Hozir ochganimiz solida nima bo'ladi? Qo'lni narsasini tashlab olsangiz, men shunga qarab beraman. Tepasini qo'shib qo'ydik. Hozir menga yozib qo'ying Telegramda men. Mana 12 minut bo'ldi. 12 minutda bitta ochib ko'rib qo'yamiz. Qizarishlarni. O'zi qizarish kelib qopti-mi? Padyomlari berishlari zo'r. Bo'ldi, yop boring aka. Mana xudo xolasa donamiz pishdi. Buni suvni tutamagan. Bir xil olib ketdi. Padyomlari zo'r chiqdi mana. Mana unga ham tutamagan ekan. 14 minutda nonimiz pishdi. Orqalarini to'ntaringchi. Mana orqalari. O'ta chiqadi. Padyom berishlari ham zo'r chiqdi, padyomlari ham. To'mboqligi. Uy non bo'lgani uchun ozgina 14 minutda pishirdik. Agar kichkina non bo'lsa 10 minutga bormasdan pishadi. Mana orqalari. Xolasa zo'r. Xolasa aloqaga chiqaverasizlar, chiroyli qilib tayyorlab beraveramiz.